Midiyaning toza ta'mi. Qirollik oshpazning boshlig'i ikkala qo'lni ham xavf ostiga qo'yib qo'shgan. Sho'rvaning salqin ta'mini kuchaytirgan. Yaxshi aytdingiz. Beodob qiz. Demak, Hazrat oliylarini shunday maftun etgan ekanda. Qisqichbaqalar deng, sho'rvalarga ishlatiladigan kichik qisqichbaqani aytyapsiz-a? Ha, to'g'ri. Bu umr bo'yi qidirgan tetiklashtiruvchi mazali ta'mning siri. Butun umringiz davomida qidirgan ta'm. Oyingiz sizga tayyorlab bergan oxirgi dongchang sho'rvasi. Somjin daryosidan keltirilgan qisqichbaqalarning ta'mini bergan bo'lardi. Men o'sha tetiklashtiruvchi ta'mni dongjang sho'rvasiga qo'shdim. Biroq men birinchi marta bunday qilishim. Sho'rvaga ismaloq qo'shish g'oyasi qayerdan keldi? Tushuntiringchi. U juda yumshoq va juda ham shirin. Shoshmang, nega u buni so'rayapti? Shunda mollyuska va ismaloqli dongjang sho'rvaning yaratuvchisiga aylandimmi? Ismaloq sho'rvada pishirilganda yana ham shirinroq va yumshoqroq bo'ladi. U dongjang bilan yaxshi ketadi. U ziravorlangan holda ham yaxshi ta'mga ega. Shuning uchun uni garnir sifatida taqdim etdim. Yana nima? Sizni ko'rib qoldim. Boshingiz aylangani va qo'llaringiz titragandi. Ismaloq suyak salomatligi va kamqonligi uchun foydali. Shuning uchun uni tez-tez iste'mol qilsangiz sog'ligingizga foyda keltiradi. Zot oliylari. Hammaga ma'lum bo'lgan bir gap bor. Shigak dongvon. Bu oziq-ovqat va dori-darmon bir xil kelib chiqishga ega bo'lgan ma'noni bildiradi. Achchiq dorilardan ko'ra, umid qilamanki, siz sog'ligingizni mazali ovqat bilan saqlashingiz mumkin. Siz rostdan ham juda aqlli o'ylabsiz. Endi sizni kimligingizga shubha qilmayman. Biroq keyingi safar ham menga xuddi shunday taom tayyorlab berasiz. Kechirasiz? Ha, albatta. Shunday qilib, bizda g'olib nomi aniq. Bugungi musobaqa g'olibi Oshpaz Yon. Men endi yashayman. Katta rahmat sizlarga. Dadajon, men uddaladim. Oshpaz Yon tayyorlagan ismaloqli donjang sho'rvasi haqiqatdan ham farzandlik burchi ruhini aks ettiradi. Ilgari ko'rilmagan uslub bilan u midya va ismaloqdan foydalandi va tetiklantiruvchi ta'mni yaratdi. Bu taom sog'liqni ham yaxshilaydi. Bu meni hayratga soldi. Shu ondan boshlab qirollik oshxonasining bosh oshpazi Yon oilasidan Ji Yong bo'ladi. Voy, juda ham yaxshi. Bugun hammangiz yaxshi ishladingiz. Endi jazoning vaqti keldi. Musobaqada yutqazgan ikki oshpazni chopqining oldida tiz cho'ktiring. Hazrat oliylari. Hazrat oliylari! Yo'q, yo'q. Rostdan ham qo'llarini kesmoqchi. Yo'q, xudoyim, bunday qilmang. Qo'llarini tiq ostiga qo'ying. Xo'p bo'ladi. Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q! Yo'q, iltimos. Yo'q! Yo'q.